Hasanboy Sheribomda 2 sotuvdan oshiqroq maydonda 4 ta xonamizni, bitta oshxonamizni, hol, umumiy maydoni 100 kvadratdan oshiqroq patkulch uyimizni 109 ming so'rashyapti. Yana kelishtirib beradigan joyi bor ekan. Endi shuni ichkaridan kirib ko'rsatib beramiz. Unaqa uyimizdan ikkita tayyori bor. Bismillah, uyga kirib kelishimiz bilan bitta mashina qo'yishimiz uchun garajimizni, kichkina yashil hududimizni, umumiy sanuzelimizni, podvalga tushib ketishimizni, endi uyga kirishimizni. Uyga kirib kelishimiz bilan chap tarafimizda kuxnyamizni, o'ng tarafimizda mehmonlar kutib olish uchun mehmonxonamizni, bu tarafimizdan boshlaydigan bo'lsak, umumiy sanuzelimizni ichini to'ldirib beramiz deyishdi. Bolalar uchun yotoqxonamizni, yana bitta bolalar uchun yotoqxona, yo'q edi, kattalar uchun. Bu tarafimizda bitta yana kattalar uchun yotoqxonamizni, yonida yana bitta sanuzelimiz bor. Uyimizni ko'rib chiqdik. Bu uyimizdan yana yonida bor, faqat uni hovlisi kattaroq. Xuddi shu planda uni narxini, egalani raqamini qoldiramiz. Bemalol uy baraka nomidan chiqadigan bo'lsangiz kelishtirib berishadi. Uni ham o'zingiz kelishib olaverasizlar. Yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Rahmat, sog' bo'lasiz. Bunaqa tayyor uylarimizni bunaqa narxda hozirgi kunda kamroq uchrayapti. Sizlarga yaxshisini ilindik. Rahmat.